Sanjarjon yaxshi rejissyor. Ha. Xudona. Mumkinmi siz? Qarab oling. Hozir. Ha. Hozir opa. Mayli, xo'p. Iya. Bloglab qo'ydimi? Botir, Sanjar aka qayerdalar? Tepaga chiqib ketdi. Qayerdan bilaman? Tohir ham ko'rinmadimi? Bilmayman deyapman-ku. Nima gap? Ana unga qo'ng'iroq qilyapman, olmayapti. Blokad qilib qo'yibdi. Siz ham bir qo'ng'iroq qilib ko'ring. Menikini baribir ko'tarmaydi u. Ishdan bo'shaganni mendan ko'radi o'zicha. Bekor beribsiz-da pulni. O'laman desa ishonibman-da, men ahmoq. Birovdan olib bergandim. Bu kasalman desa ishonib o'tiribman, ha, men ahmoq. Qayerdan bilaman buni bunaqaligini? Alo? Nega telefoningizni ko'tarmaysiz? Hozir. Raqamni men blokad qilib qo'ydim. Ketyapman. Shunchalik ham noinsof bo'lasizmi? Bir oyda qaytaraman degandingiz. Qanaqa odamsiz o'zi? Ha, nima deysan? Gapir. Mana gapiryapman-ku. O'zim qo'ng'iroq qilaman degandim-ku. Opa, yaxshilikka javob shumi endi? Pulni bering-da, 5 oydan oshib ketdi. Hozir pulim yo'q deyapman, tushunasanmi, yo'qmi? Qayerdan olaman? O'tgan safar men senga o'zbekchalab tushuntirdim shekilli. Opa, bunaqa emas endi. Birga ishlaymiz, ha? Ko'z-ko'zga tushishi bor. Bilmayman, qarz olib bo'lsa ham qaytaring, iltimos. Menga qara. Hozir hech kimda unaqa pul yo'q. So'ramagan odamim qolmadi. Opa, men ham bittasidan qarz olganman. U foiz berasan deyapti hozir. Sizda pulim bo'la turib, endi foiz berish kerakmi? Qarz olganingdan keyin qo'shib berasan-da. Menda nima ayb? Men senga oldibmanmi? O'ylab gapiryapsizmi, opa? Nima deganingiz bu? Sizchalik menga oson emas qarz olish. Men sizga yordam berish uchun birovdan qarz olganman. Pulimni bersangiz bering. Ha, xo'sh. Bo'lmasam, militsiyaga beraman. Nima? Sen meni militsiyaga bermoqchimisan hozir? Ber militsiyaga. Juda yaxshi qilasan. Men ham seni militsiyaga beraman. Bilasanmi nima deyman? Meni zo'rlamoqchi bo'ldi deyman. Oldidan meni bittasi militsiya bilan qo'rqitgandi. O'zim uni militsiyaga berib bordim. Ancha yugurgandi. Sen shunchalik maraz bo'lib ketdingmi? Narxing shunchalik arzonmi seni? Sal uyalsang bo'lardi, insofsiz. Yaxshi ham oldimda Durdona bor. Durdon bor? Hamma gaplarni eshitdi. Ana endi haqiqatdan militsiyaga beraman. O'chir ovozingni. Menga boshqa qo'ng'iroq qilma. Iflos. Maraz. Aniq pulimga uxlabman-da, qarang. Bunchalik bo'lib ketgan deb o'ylamagandim. Meni borligimni bekor aytdingiz-da. O'zi mendan alamzada edi. Xavotir olmang, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Rostdan militsiyaga bermoqchimisiz? Yo'q, uyalaman. Ular ham o'llatda ayoldan pulingni ola olmayapsanmi deb ustimdan kulishadi-yu. Nima deyman-ki? Qo'ying, sharmanda bo'lmang. Qarang, endi o'zi qilyapti. Aytgan gapingizga oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilayotgandir-da. Endi men ham olmayman. Battar bo'lsin. Endi menga qilyapti. Ana, siz ham olmang. Ko'ramiz endi ahvolini. Mayli. Mana